Yangi jo'ralar. Hammaga salom. Yaxshimisizlar? Hurmatli obunachilar, do'stlar, birodarlar. Yana Amirbek do'sti bilan Xudo xolasa o'yda do'stkada misol ishlash bilan band. Akşam ingliz tilidan tayyorlovga borib keldi. Ularni sizlarga qo'yib berdim. Bugun matematikadan azon bilan turib, choylarni ichib, Amirbek. Choylarni ichib, qarinni do'ydirib, tayyorlovga borib keldik. Azonda choy ichmaydi, ko'p bolalar bilasizlar, iloji boricha choy ichib tayyorlovga maktabga ketsa yaxshi, qarin to'q bo'lsa kalla yaxshi kiradi, to'g'rimi Yahya? Yine hozir matematikadan kelib, dars tayyorlab turibdilar yine. Matematika yine prezident maktabına tayyorgarlik ko'rish uchun shu kitobdan tayyorgarlik ko'radilar yine kitobdan. Daftar. Minut sekundlarda bir ozgina tushunmovchilik bo'lgan, shundan takrorlash bo'lgan, qaytadan takrorlab turibdilar yine. Abid issiq bo'lganlik uchun uyda yine sharoit yaratib berib qo'yibmiz, konditsioner yine ishlab turibdi. Bu yerda yine ukasi uchun, Nadira uchun, o'rganish uchun alifbe, lotin. Bu yerda yine Yahyo bilan misol ishlashni takrorlab turibdilar. Abidda chiqib o'ynab yurayman deb so'radi, ruxsat bermadik, chunki quyosh chiqib turibdi, issiq. Yine bolaning ko'nglini qoldirmaslik uchun do'stdan ham taklif etdik. Birgalikda ishlab turibdilar. Xudo xolasa matematika bo'lgandan keyin soat 4 ta navbat yana ingliz tili. Bugun ingliz tili bor. Abidda soat 4 ta, abiddan keyin ingliz tili bor 2 soat. Ingliz tilidan keyin nere? Trenirovka. Ha? Trenirovka. Trenirovka. Nechada? 7da. 7dan 9 adam trenirovka. Buni ham Xudo xolasa qo'yib boramiz. Hamma danishlardan qo'llab-quvvatlashlarini so'rab qolamiz. Qani, Yahyo. Ne deymiz? Obunachilar bo'ladi, jo'ra muqaddisga tinglar, like'larni bosinglar, xo'sh. Amirbek. Birga. Birga. Hammasini qo'yib boramiz. Hammasini qo'yib boramiz.